Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Onajon, Salomat bo'linglar, yaxshi ishlab yuribsizlarmi? rahmat onajon. Nigora onajonimiz siz bo'lasizmi? Aha, Sog'misiz, salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi onajon? rahmat. Ayni vaqtda sizni yaqinlarimga tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Sevinchxon bo'laman. Bilishimiz bo'yicha bugun tavallud ayyomingiz ekan. Ushbu quvonchli, shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz onajon. Rahmat. Rahmat onajon, tug'ilgan kuningiz, shukrona kuningiz munosabati bilan bizning loyihamizga sizning yaqin insonlaringizdan tabriklar kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bu samimiy tilaklarni, tabriklarni kim yo'llagan bo'lishi mumkin onajon? Farzandlarimdir. Albatta onajon, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi turmush o'rtog'ingiz Zafar aka hamda ular bilan birgalikda farzandlaringiz Sanjar aka, Diyor aka, Hasan aka, qizlaringiz Sabina opa, Zuhra opa, kelinlaringiz Zahro opa, Nilufar opa, nabiralaringiz Soliha, Samirjon, Sunnatbek, Malika, Behruz o'zlarining samimiy tilaklarini yo'llab o'tganlar. Agar ijozat bersangiz, siz uchun yo'llagan samimiy tilaklarni, tabriklarini o'qib eshittirsak. Ay, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan qadrligim, nur yuzligim, mehribonim, jannat iforligim, duogo'yim onajonim. Sizni bugungi quvonchli kun, tavallud ayyomingiz, Allohimga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Doimo Allohning panohida bo'ling. Alloh sizni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Kulgan yuzingiz g'amni, kulgan ko'zlaringiz hech qachon namni ko'rmasin. Onajonim, otajonim bilan birgalikda baxtli bo'lib, hech qachon ko'zingizda yosh ko'rmaylik. Otam bilan umra safarlariga borishlikni Allohim nasib qilsin. Bizni baxtimizga doimo sog' bo'ling. Biz farzandlaringiz sizni, otamizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Sizni xafa qilgan bo'lsak kechirim so'raymiz. Siz orzu qilgandek farzand bo'lishga va'da beramiz. Bizning borligingiz sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. Onajonim, baxtimizga sog' bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Tillaridan tushmaydi duo. To'xtashi yo'q mening onamning, 18,000 olamda tanho. O'xshashi yo'q mening onamning, chiroyidan osmonda oylol. Bahorda azim aylaydi xushhol, yo'qdir unday sohibu jamol. O'xshashi yo'q mening onamning, bog'ning bog'iga o'xshashi bordir. Tog'ning tog'iga o'xshashi bordir, oyning dog'iga o'xshashi bordir. O'xshashi yo'q mening onamning, deya o'zlarining samimiy tilaklarini mehribon va qadrli, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi farzandlaringiz yakunlab qolganlar onajon. Ay, rahmat. Rahmat onajon, ayni vaqtda suhbatimiz yozib olinmoqda. Sizning ham aytmoqchi bo'lgan tilaklaringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin, o'zlari ham eshitishadi. Hammamiz sog' salomat, ishlab yuraylik, farzandlarimiz sog' bo'lsin. Ularga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, yaxshi ishlab yuringlar. Men ham hozir ishdayman. Rahmat onajon, yaqinlaringiz baxtiga doimo sog' omon bo'ling. Yuzingizdan hech qachon kulgu tabassum arimasin. Yana bir bora shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ay, rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuningiz xayrli o'tsin. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi ishlaymiz. Rahmat. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga
keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri tengsizim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni.